lekin qattiqroq joyga tushish haqida dedingiz, men sizga bitta tushirib ko'rsataman. Yorib bo'lmaydi bunlar. O'zini og'irligida yerga tushirib ko'rsatamiz. Assalomu alaykum, Turboplast korxonasining kuzatuvchilari. Xo'p, juda ko'pchilik bizlardan 1 gektar dala maydoniga tomchilatib sug'orish qilsak qancha xarajat ketadi, 1 gektar maydoniga qancha suv ochsak bo'ladi, necha kub suv ketadi degan savollarni yo'llashadi. Bugun xudo xolasa master klass bo'ladi. 10 yillik tajribaga ega usta akamiz oldimizda turibdilar. Bu kishi Farg'onalik Avazbek aka ismlari. Avazbek aka o'z haqingizda qisqacha ma'lumot bersangiz kuzatuvchilarga. Avvalambor assalomu alaykum, Turboplast jamoasi, Turboplast jamoasini kuzatuvchilari. Bizda asosan bog'da tomchilab sug'orishni montaj qilish bo'yicha, proyekt bo'yicha asosiy ishni olib boramiz. Buni qatorida qora ekinlar, ko'chat, yangi tipdagi ko'chatlarni tayyorlash bo'yicha ham ishlaymiz. Asosan PVC materiallari bo'yicha, adashmasam Turboplast jamoasi bilan 6 yildan oshdi birga ishlayotganimizga. Salkam 10 yillik tajribamiz bor, xudo xolasa, tomchilab sug'orish bo'yicha. Xo'p. Avazbek aka, eng birinchi, masalan, tomchilab sug'orishni joriy qilishdan oldin nimalarga e'tibor qilish kerak? Qaysi ishlarni birinchi amalga oshirish kerak? Shular haqida. Xo'p, bizda ko'p obyektlarimizda bo'layotgan turgan muammo juda shoshilinch bo'ladi jarayon. Kapilni rashini tomchilab sug'orish montajlarimizni juda ham tez qilib berishimizni xohlashadi. Eng birinchi nima tomoni, noqulaylik tug'diradigan tomoni shu. Oldin yerimiz tayyorlangandan keyin birinchi o'rinda proyekt. Ko'pchilik proyekt qilishni ham kerak bo'lsa xohlamaydi. Sababi proyekt qilishimizni eng zo'r tomonlari, biz oshiqcha ham kam mahsulot olib qo'ymaymiz. Aniq mahsulotlarda spiskasi bo'ladi bizda. Keyingi masalamiz turbalarni to'g'ri tanlash. Bekitish kerak yo'q. Hozirgi kunda nimalarimiz ko'payib ketgan, montajchilarimiz ko'payib ketgan, tajribaligi ham bor, shu qatorda endi tajribasizlari ham bor. Misol uchun bu PVC turbalarimizni ishlatish o'rni bor, o'zini o'rni. Polietilen turbalarimizni, mandalli turba, lifeletlarimiz. Bularda ayrim joylarda noto'g'ri tanlab qo'yishyapti. Bizning asosiy maqsadimiz bularni zavodning o'zidan, misol uchun aynan qaytlar uchun ishlab chiqariladi. Buni o'zimiz uchun bilib olishimiz ham bilmaganlar uchun bir ma'lumot bo'lib qoladi, bilganlar uchun eslatma bo'lib qoladi. Xo'p, bu yerda savol shunday bo'lyaptiki, qaysi quvurni qaysi sxemada ishlatirish, qaysi ekinga ishlatish kerakligi savol beryaptilar. Avazbek akam, men tushundim savolingizni. Xo'p, biz tavsiya qilamiz asosan PVC quvurlarni yer ostidan o'tishga mo'ljallangani uchun, yer ostidan ham ustanovkasi ham oson bo'lgani uchun PVC quvurlarni tavsiya qilamiz. Xo'p, yer ustidan esa polietilen P100 markali polietilen quvurni yoki mandalli quvurlarni, bunday zashovkalik, o'zi bir marta ko'rsatib chiqamiz, ularni ham tavsiya qilamiz. Xo'p, ekinlar uchun, masalan, paxtaga, 1 yillik ekinlar uchun asosan 1 yillik ekinlar uchun lifeletlarni tavsiya qilamiz. Yana bitta savol aka, bizda ko'p bo'ladi bu narsa. Ayrim joylarda men chuqur kovlash imkoni yo'q deydi, 30 sm, 40 sm-ga ko'mib qo'ymoqchi bo'ladi. Biz uni chuqurroq tavsiya qilsak ham klient qisqaroq masofaga ko'mishni xohlaydi. Zavodning nomidan, misol garantiya beriladigan nimaning nomidan standarti, ko'milish standarti. Xo'p, standarti o'zi ko'milishi qancha chuqur bo'lsa shuncha yaxshi. O'zi standarti 80 sm yoki 1 metrgacha ko'miladi. Tuproq tashalayotgan paytda tuproqning orasida tosh bo'lmasligi ham to'g'ridan to'g'ri buni yonida tosh turmasligiga e'tibor qilish kerak bo'ladi. Xo'p, keyin o'zingiz bilasiz, masalan, buni ustanovkasi juda oson. Masalan, 160 talikni siz bir kunda necha kilometrgacha yoki necha metrgacha ustanovka qila olasiz o'zingiz. Agar buni tushunadigan ikkita mutaxassis bo'ladigan bo'lsa, buni bir kishi taqib bo'lmaydi, noqulaylik tug'diradi. Agar 2 kishi bo'ladigan bo'lsa, misol men tajribamdan o'tgan o'rtacha 1 kilometr, 1 kilometr 200 metr turba ulash mumkin. Polietilenga nisbatan ham tez bo'ladi. Ish sifati ham polietilenga nisbatan ancha yaxshi. PVC quvurlarimizda transportirovka oson. Sanlik bilan bo'lgani uchun buni qayta servis deymiz. Agar qayerdadir muammo chiqib qoladigan bo'lsa, buni bemalol har 6 metrdan yechib ulash bu eng qulay tomonlari.
Menga yoqqan tomonlari shular PVC'da. Keyin juda ko'pchilik bizga savol beradi aka. Shu salnik bilan ulangan quvur davleniya berilsa chiqib ketmaydimi degan savollarni yo'llashadi-da. Keyin yer ostiga ko'milgandan keyin necha yil garantiya berasizlar deydi. Davleniya bergan payti salnik bilan ulangan quvur biror marta chiqib ketgan holatlar bo'lganmi? Yo'q, mana shu 10 yillik tajribamizda biror marta salnikdan chiqib ketmagan. Biz buni o'zimiz ham sinab ko'rganmiz. Buni ulaganingizdan keyin tortib chiqarishda ham nimasi qiyin. O'zingiz xohlab chiqarmoqchi bo'lsangiz ham juda qiyin chiqadi. Keyin buni chiqib ketmasligi uchun avvalo chiqib ketmaydi. Chiqib ketmasligi uchun biz asosan tirsak burilishli joylariga narsa qoqib yoki beton quyilardi. Katta davleniyada bo'ladigan sentralniy turbalarimizga. Burchak joylariga agar bu tuproqlari bo'sh bo'ladigan yerlar bo'lsa, unga qilib qo'yish kerak. Sababi buning ichida katta davleniya bo'ladi. Davleniya bilan nima bo'lganda, qimirlash bo'lganda chiqib ketmasligini oldini olish uchun bu ishni biz ehtiyot chorasi sifatida qilib qo'yamiz. Tushunarli. Keyin necha yil garantiya berishadi deyishadi. Biza zavod tomonidan 50 yil garantiya beramiz. Va o'zingiz ham aytdingiz, o'zim ishlatgan 60 gektarlik dala maydonimda quvurning ichida bosim bo'lgan o'ynagan sabab teshilgan. O'sha quvurdan bironta joydan muammo chiqqanmi yoki nima bo'lgan? Yo'q, quvurdan muammo chiqmagan. Bosim bilan ishlaganni hisobiga endi bu tomchilab sug'orishni montaj qilgan, ishlagan, tushungan odam biladi. Davleniya bilan bo'lganini hisobiga yer ostida qimirlaydi. Shunda atrofida joy ochib olgan. Agar tosh masalasini gaplashdik, agar yonida tosh bo'lsa, o'sha toshga ishqalanishini hisobiga bu polietilen turbamizga nisbatan PVC'miz sal mo'rtroq material bo'ladi. Elastikligi kam. Shuni hisobiga uni teshib qo'ygan. Shunaqa muammo bilan bo'lgan. Biz 50 yil garantiya dedingiz, 10 yil oldin qilingan, montaj qilingan joylarimizni o'zimizni qiziqishimiz bo'yicha ochib ko'rganimizda turbada hech qanaqa o'zgarish yo'q. Qandaydir eroziya yoki qirilishlar, shilinishlar yoki ichida shlag yig'ish, bunaqa narsalar hali kuzatilgani yo'q. Tushunarli. Avazbek aka, shu PVC quvurni boyadan beri maqtayapmiz-da, buni o'ziga yarasha qulaylik va noqulaylik taraflari bormi? Shular haqida ham bir. Men asosan PVC ni yaxshi ko'rib ishlatishimning sababi birinchi o'rinda montaj jarayoni tez, sifati zo'r bo'ladi. Bunga juda ham kuchli professional usta bo'lish shart emas, e'tibor bilan qilinsa bo'ldi. Keyin buni fittinglari juda oson yig'iladi, oddiy kley bilan yig'iladi. Polietilenga nisbatan polietilenni dazmol qilish uchun, eritib yopishtirish uchun har bitta stikka 10-15 minut vaqtimiz ketishi mumkin. Bunda 30 sekund, 40 sekund maksimum e'tibor bilan ishlagan odamga agar tezroq ishlash ham mumkin unda. Fittinglari juda oson, kley bilan yopishib, mustahkamligi kleydiki kerak bo'lsa dazmoldan ko'ra kuchliroq deb bilaman men. Ben 16 ishlab chiqariladi o'zi. Fitting deganda hozir burchaklari, 45 graduslik burchaklari, trayniklari, keyin kristavinalarni nazarda tutyaptilar. Xo'p, endi minus tomonlari haqida. Minus tomoni men shu paytgacha kuzatganim aka, bu ham o'zimizni ehtiyotsizligimiz deymiz. Buni polietilen turbaga o'xshab tashavorib bo'lmaydi, qo'pol harakat bo'lmaydi bunga. O'sha aytganimdek, serios shunaqa bo'lgani uchun sal mo'rtroq. Qattiqroq agar asfaltga yoki beton joyga tushsa yorilish bo'ladi. Bu montajchi sal e'tiborli bo'lish kerak bo'ladi turbaga. Yorilgan turba agar ko'zdan qochib qolgan bo'lsa, buni tekshirib ishlatish kerak bo'ladi. Bu transportirovka paytida yuklayotganda, tushirayotganda ehtiyot bo'lsa bo'ldi. Men ko'rgan kamchiligim PVC turbada faqatgina shu. Lekin qattiqroq joyga tushish haqida dedingiz, men sizga bitta tushirib ko'rsataman. Yoriq bo'lmaydi ular. Bitta shuni sinab olmagan ko'rsatsak. Og'irroq yuk bilan bosganda o'zini og'irligi bilan hozir bitta ko'rsatamiz. Mana 160 likni olamiz, bitta ko'rsatsak, agar xo'p desangiz. Bo'ldi aka. Yaxshi bo'lardi. Avazbek aka, ko'rsatamiz dedik. Shu ko'rayotganingiz 160 talik quvurimiz. O'zini holatida, o'zini og'irligida yerga tushirib ko'rsatamiz. Xudo xolasa 6 metrlik. 6 metrlik quvurimiz. Ko'rishingiz mumkin. Avazbek aka, mana shu tushgan joyi. Tushgan joyi yoriqlari yo'q bundan. Bunda yoriq topsangiz, video oling. Agar yoriq ko'ringan bo'lsa, ko'rsatadilar. Turbamiz butun aka. Butun? Xuddi shunday holatda. Bu degani montajchi agar bundan ortiq qo'pollik qilmasa, qasddan
Shunday. Bu turbani yormoqchi bo'lmasa, tak yorilmaydi. Yorilmaydi bu qolsa. Mustahkamligiga gap yo'q aka. Mana hech qayerida yorug'i yo'q. Bu aslida agar sinadigan bo'lsa, maydalanishi kerak.